Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Yangiliklar tarmog'i binosini tanishtiraman. Yangiliklar tarmog'i binosiga obzordan o'tib 8-rang bo'ldim. Qani ketdik unda. Kanalga obuna va like bosib qo'yinglar. 50 ta obunachi bo'lsak, katta konkurs boshlayman. Bu yer tahrirlash xonasi. Mana xodimlarimiz tahrirlagan. Hozirda e'lonlar yig'ilib qolgan ekan. Bu yerda efir xonasi. Boshqarish ishonchli efir tizimiga kiramiz yoki SMS yoqishni ochib qo'yamiz. Bu yer musiqa yozish xonasi. Yana bu yerni tanishtiradigan bo'lsam, bu yer o'zimizning xonamiz. O'tiramiz deganday. Bu xonalarga kira olmaymiz. Bu yer kirish xonasi. Mana dam olib o'tirish xonasi. Mana Forbes ro'yxati, shahrimizdagi boy odamlar. Mashinalarni ko'rsatadigan bo'lsam, keyin mashina Kia va Mercedes. Hamma mashinani mana ko'rsatay. Bu ishimizning radio bo'yicha mashinasi hisoblanadi. Undan keyin bunaqa mashina, bu mashinani ismini bilmadim. Undan keyin Kia K5 mashinasi. Undan keyin bu Mercedes-Benz mashinasi. Bu mashina juda ham yoqdi menga. Voy. Mana bu mashinaning tezligi juda ham zo'r, tezda chiqadi. Shunisi bilan yoqdi bu. Boshqa mashinalar endi bo'ladi, yomon emas. Binomiz mana. Navigatorga keladigan bo'lsak, mana necha 4-5 ekan navigatormizda. Mana ichkarini sizlar bilan tanishtirdim. Endi Fransiyani tanishtiradigan bo'lsam, bosh direktor Babur. Undan keyin bo'ladigan bo'lsa, mana bosh muharrirlar, undan keyin muharrir xodimlar, yetakchi operator, muxbir, yoritish texnikasi va kirish ishchisi. Men rangini ko'tara olaman, tushira olaman. Tanbeh bera olaman, tanbeh ola olaman, bonus bera olaman. O'yinchi aktiv holda bo'lishi kerak deyapti. Mana bonus 10 minggacha bonus. Uni hayday olaman, ishga olaman. Salom deb qo'ying. Shunaqa sizlarga tahrirlashni ko'rsatadigan bo'lsam, mana misol uchun kiramiz, boshqalarning e'lonni tahrirlash bu bo'lmaydi. Uni boshida ko'ramiz. Kvartira sotiladi, narxi 400 ming, kami bor 100 mingdan. Buni tahrirlaymiz. Shahar buning qisqartmasi G tochka bo'lib hisoblanadi. Bu qisqartma so'zlar mana tayyor. Endi uni yuborsak ham bo'ladi yoki o'chirib tashlashingiz mumkin. Bizni tashkilotchilar mana hammasini tanishtirdim sizlar bilan. Savez paytida yoki Discord ariza orqali kelsanglar bo'ladi.
Sizlar bilan men Islombek. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Qo'ldan kelgancha iloj bo'lsa qo'llanglar. 50 ta obunachga tezda yetaylik, birga stream olamiz.